Iqtisodiyotimiz jadal rivojlanyapti. So'nggi yillarda sanoat tarmoqlarida 3000 turdagi yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Bir narsani bilinglar, qaysi tarmoq qanday ishlab chiqarish zanjiri bo'lmasin, hammasi shubhasiz ximiyaga bog'liq. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Buni alohida urg'u berib aytyapman. Tahlillarga ko'ra dunyodagi sanoat mahsulotlarining 95%da kimyo mahsulotlari yoki kimyo jarayonlaridan foydalaniladi. Sohadagi har $1 mahsulot iqtisodiyotda importga bog'liqlikni kamida $4gacha kamaytirib, boshqa tarmoqlarda ham qo'shilgan qiymat zanjirini ko'paytirishga xizmat qiladi. Bundan 9-10 yil ilgari kimyo mahsulotlarimizning katta qismini mineral o'g'it tashkil qilar edi. O'tgan davrda sohaga 8 milliard 300 million dollarlik investitsiyalar kirib keldi. 87 ta yirik quvvatlar ishga tushdi. PVH, yashil vodorod, ko'piklik polipropilen, bob, plyonka kabi 60 dan ziyod turdagi yangi yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu orqali iqtisodiyot tarmoqlarida minglab yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun zarur xomashyo bazasi yaratildi. Sohada eksport 3 karra o'sdi. Lekin 9 yilda respublika sanoati o'rtacha 6.3% ga o'sgan bo'lsa, kimyoda bu 3% ga ham yetmayapti. Kimyo mahsulotlari importi 4 baravarga oshib, yiliga $4,5 milliard dollarni tashkil qilyapti. O'zimizda chiqariladigan kimyo mahsulotlari ichki talabning 60% ni ham qoplamayapti. Kimyo sanoatida bitta ishchiga to'g'ri keladigan qo'shilgan qiymat boshqa davlatlardan 3-4 karra kam.